pedofillik bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Sardor Kanistr qizlarni sikish bo'yicha. Arab Emiratiga qochib ketgan. Kanistr deyiladi u. Sardor Kanistr deyiladi просто. Pedofil u. Qizlarni sikish bo'yicha. Pedofil. Undan qamatish kerak. Arab Emiratiga qochib ketgan. Nimaga qochib ketgan bu? Mani bolam degan. Mani bolam. Xotinini annaqaga o'xshatgan. Kura etiga o'xshatgan. Tug'ilgan annaqaga. Paydo qilgan. Annaqaga o'xshatgan xotinini. Qayta tug'ish annaqasiga o'xshatgan. Keyin mani qiz tug'ilsa musorkaga otib yuboraman degan. Qiz tug'ilsa musorkaga otib yuboraman degan Sardor bo'ladi, Kanistr bo'ladi. Xotinlarni tuviga o'xshatgan. Tug'ilgan mashinali tuviga o'xshatgan. Qizlarni. Вот. Qiz tug'ilsa musorkaga otib yuboraman degan bola. Qiz tug'ilsa kichkina chaqaloq. Men achitaman, u kichkina chaqaloq qiz bolami? Qiz bolami, o'g'il bolami farqi yo'q. Aytaymi? Hozirgi opit yo'q erkaklarga aytishim mumkin. Xotininglar qiz tug'dimi, o'g'il tug'dimi, hammasini o'rnini bitta o'ringa qo'yishlik kerak. Bitta o'rinda turish kerak. Bu bitta o'rinda turish kerak. Ikkalasidan ровно ushlashlik kerak. Pizatga pisat qilib ushlashlik kerak. Bo'ldi. Sardor Kanistrga o'xshab, Sardor Kanistr eshitib o'tirgan payt emas bu. Sardor oddiy tilda aytganda pedofil. Pedofilga bizada statuya O'zbekistonda. Вот. Instagramida shundoq ko'rinib turibdi pedofilligi. Вот.